Grija var. Grija var. Adı Grijadan xalas oldu mu? Yaxşı oldu mu? Çok kimi? Ürgənç şəhərində yerləşən Xicama mərkəzimizdə hər cümə aksiyanı zor olub turdu. Hər 5-ci gün Xicama qıldır adam bolsanızda, əvvəl 10 min somdan boğan, 5-ci gün 8 min somdan boladı. Ondan təşqəri 10 dana aladan bolsanızda ikisi bonusuna. 8-ini pulun tulaq qarışsa da, məsələn 10 dana Xicama alassa, 8-ini pulun tulaqsa ki, beydəki xidmətlərimizi göstərib adam bolsa qaranı Xicama qılış, çerta Xicama bağmanda peşanadan alınadı. Yəni dəvliyinəsi bağlağı üçün qılınadı bu masajımız. Davalaşı masaj, alovlu masaj, zilik bilan davolash var, giyohlar bilan davolash. Keyin banda manual terapiya, yaqinda shiqirda davolash indi bor. Keyin banda yana üzərinə lisenziyalari hamma narsasi bor. 17-yildan beri, 2017-yildan beri stajlar bor. Почти 10 yil bo'lgan. Keyin ondan tashqari bunda Xivadan kelgan bemorimiz bor. Ağa qachondan buna kelasiz? Tavsiya qilasiz xalqqa? Tavsiya qilaman. Ko'pdan kelaman ben. Yine hazır aldırıp çıktım. Banka koydurib çıktım. Xudo shukr. Banka koydurdu. Banka koydurdu. Hem o alavlu. Grija var mı sen? Ne için? Grija var. Grija var. Adı Grijadan xalas oldu mu? Yaxşı oldu mu? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi videomizda sizlarga Urganch shahrida joylashgan Xijama markazi haqida bir yandan tushuntirib o'tamiz. Aksiyalarni, skidkalar hammasini bir yandan tushuntirib boraman. Ularni sizlar bir like bosib, yaqin tanishsangiz yuvarib turinglar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladi deb umidamiz. Har 5-gün cuma aksiyasi o'ttirib ekan, skidka qilib berib turibdilar. Bunlarni adresimni qisqacha sizlarga donishtirib o'tadigan bo'lsam, adresda yanglishmanglar. Xudo xolasa sizlarga cho'tga tushuntirib o'taman. Bu tarafdan gelsengizde, bunda Ozera'dan elden Türk Bazar var bilese, Türk Bazar Ozera'da ötüp gelese, yine Xijama merkezi kılıp yazıp koydu. Bu taraftan gelsengizde Könabani'de ötüp gelese, bunda İlham Savda merkezi var bilsengizde. Şimdi ötkenden ki bunda masaj var, bu masaj emas, bunda ötkenden ki bunda Xijama merkezi, bu emas. Köpçülük adaş bana var turttu. Xijama merkezimiz şimdi ötkenden ki bu tarafta oladı. Bu taraftan gelsengizde hipermarket, yine Mamun Inspa bu tarafta. Urganch Dekkan bozorini o'tib kelaverish. Bu tarafdan kelsangizda ko'pirda tushib kelasizlar. Menimcha adresi qo'llangan tushuntirib o'tdim. Ekranning nomerlari tushunmasangizlar ko'rib boraverasiz. Menimcha qo'llangan tushuntirib o'tdim deb umiddaman. Videomiz boshimiz ishondagi skit bilan tanishtirib boramiz. Videomuzun başında aytib o'tganimdek, aksiyalarimiz navlar bo'lib turibdi. Hozir ko'rsatib o'taman. Har juma sizlarga Xijama, masalan, Xijama bir banka qo'llash 10 ming so'mdan deb qo'yibdi. Lekin har juma 8 ming so'mdan bo'ladi ekan. Keyin undan tashqari, masalan, 10 dona bankada Xijama oladigan bo'lsangizlar, shu 8 ni pulni to'laysiz, ikkisi bepul bo'ladi. 10 dona olsa 8 ni pulni to'laysiz. Undan 8 ming so'm to'laysiz. Boshqalari Xijama bankalari 5 ming so'mdan, Çerta Xijama menimcha buni ko'pchilik tushungan bo'lsa kerak. Bu peshanadan chinab olinadigan massaj, ya'ni davlinasi bog'liq uchun. Bu 100 ming so'mdan ekan. Keyin zulik qo'llanishi 35 ming so'mdan, zulik sotilishi esa 33 ming so'mdan ekan. Massaj davolovchi 1 soati 120 ming so'm. Davolovchi massaj, keyin massaj yarim soat 60 ming so'm, 15 minut 30 ming so'm. Olovli massaj esa 100 ming so'm ekan. Keyin kimlarga to'g'ri kelmaydi? Masalan, kichik odamlar to'g'ri kelmaskini ko'rsatib o'tamiz. Homilador vaqtida hayz ko'rishda nifos davrida deydi. Tana harorati yuqori bo'lgan paytda, masalan, temperatura chiqib ketgan vaqtda to'g'ri kelmaydi ekan. Keyin undan tashqari imbida tabiiy giyohlarni kelib qo'yibdilar. Zamzam suv, masalan, unda sirka, bunda so'qlarimiz bor tabiiy. Bunda chistin bolimizni kelib qo'yibdilar. Bundan tashqari eng glavnisi bularning ishlarini litsenziyasi bormi deyiladi uchun. Litsenziyalari hamma narsasi bor. Bu vajlaridan 1 gram muammo bo'lishi mumkin emas. Diplomlar, sertifikat hamma narsasi bor. O'zlari 2017-yildan beri ishlab turibdilar. Почти 10 yil bo'lgan. Bundan tashqari bunda bankalari, nalari, ishlanadigan vajlari bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Bunda massaj qiladigan narsalari, Mini kitaplar, tip kanallar kitabı hamma narsasi bor. Keyin endi bu tarafda navlara, masalan, kayserilaringiz og'risa, shunga davoyiligini ko'rsatib o'tamiz. Qarang, osteoxondroz, artrit, artroz bo'lgan, skleroz, kifoz, lordoz, raxit. Bunda radikulit, krevoshiya. Nima deyapti bu krevoshiya? Men to'g'risini bilmadim.
Bir yerda kommentariy ketinglar. Keyin ploskostopiya, miozit, paraliç, insulit. Короче, şu yerda yozilgan hamma narsasini yakınlashtirib ko'rsataman. Shuni pauza o'qisangiz bo'ladi videoni. Keyin imanda bizning xizmatlarimiz deyer bor. Hijama, bankali hijama bor edi. Yani tişört hijama deyer imanda. Peshonadan davlenini alınadi. Davolovchi massaj, olovli massaj, zulik, giyohli bilan davolash, manual terapiya yana bunda shiqirtatib davolash. Bu massajni bir kundan yursa kerak menimcha. Endi sizlarga faqatgina gap bilan tushuntirib o'tmang, gap isboti bilan bo'lgani menimcha to'g'ri. Hozir sizlarga beradigan bemorlarimizni bir yonda zulik qo'ydirishni ish yo'q turibdi. Hijamalarni hammasini bir yandan tushuntirib o'tamiz. Keyin gelib davolanaman desangiz ekran nomerlarini qoldiramiz. Bemorlar kelaversa hijama olishlarini bir yandan ko'rsatib boramiz. Xivadan kelgan bemorimiz yana hijama markazimizda yana massaj olib turibdilar. Ag'a, nerede olib keladi bergan vaqtida? Bezovta etib turibsiz. Belim ağrıp, shunda keldim belim ağrıp. Belimde grija bormi? Grija bor belimde. Hozir necha bo'ldi endi? Yaxshi bo'lyaptimi? Hozir Xudoga shukr yaxshi bo'laman. Necha muolajalar oldingiz bu yerda? Şöyle zülk aldım, banka koydurdum. Hava? Xudoga shukr hozir yaxshiman. Her 6 aydan 6 aydan 1 yildan bir aldıramam. Xudoga shukr yaxshiman. Şu ayaklarım yürütmeyin kalar evvel. Şu banka koydurgandan keyin yaxshi olib ketdi. Banka koydurdu, zülük koydurdu, hijamatlarınızı alıp bitti yaxshi bo'lyapsiz. Xudoga shukr hava yaxshiman. Boshqalar ham tavsiya qilib qolasiz. Xudo xalava hamma tavsiya qilaman shuni. Hozir endi bel og'rib yurganlari. Hozir endi massaj etib turibdilar, endi hijama qo'yadilar. Hava. Hozir hijama qo'yib olganlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bemorimizni olovli massaj etyapmiz. Olovli massaj qilish jarayoni barcha turdagi shamollashlar uchun ham yaxshi foyda qiladi. Xudo xolasa, kimning yerida shamollashi bo'lsa, damor tortishlari bo'lsa, zo'r foyda qiladi. Yaxshi sizlarni pishmadingizmi? Pishyaptimi? Yana bemorimizni olovli massaj. Olovli massaj barcha turdagi shamollashlar uchun bir zo'r foyda qiladi. Bemalol murojaat qilaverishingiz Yanib ketmasin-da. Yaxshi shamollashlar uchun, damor tortishlar uchun yaxshi foyda qiladi. Hammaga tavsiya etasiz buni? Albatta, hamma shamollashi borlari yaxshi foyda etadi. Bu ozdirish uchun ham yaxshi foyda etadi. Qon aylanishini yaxshilab beradi, qonni quyuq odamlarda. Odamlar ziyoni yo'q buni? Yo'q, buni mutaxassis ishlasa hech qanday ziyoni yo'q. Yana hammaga tavsiya etamiz, kelaverasizlar. Banka qo'yish jarayoni. Olovli bankali massaj endi va. Olovli banka bu yana qadimda biza shamollagan vaqtimizda hech qanday dori qo'ysiz, shu narsa shu yo'l bilan davolanamiz. Bu yana Xitoy tibbiyotidan kelmayapti, Xitoy. Ibn Sina. Ibn Sina. Ibn Sina durgan qayta Xitoyda. Yana. Bu nova davoyapti, shamollash zo'r foyda qiladi, qon aylanishini yaxshilaydi organizmda. Bu bemorni birinchi marta olyaptimi yoki amputyaptimi? Yo'q, qon tarafi birinchi marta tug'ilishi, xudo xolasa seziladi. Hijama olganlar buni, hijama zulk olganlar. Hijama zulk bilan davolanmoqlar, evet. Necha kun vaqt turadi bu banka? Banka nasib terror olamiz, ko'p qo'yib qo'ymaydi. Yani shamollashlarimiz bo'lsa, kelaverasiz. Bu grijaga operasiya bormi aka? Davo. Ağa tavsiye edersiniz bemorlarımıza. Bemorlar kelaverasizlar. Bemorlara tavsiya qilaman shuni. Her yıl işe gitmesinden burun davolanıp gidesiz ekan, ya. Var. Yılda işe gitmesinden burun davolanıp giderken bemorlarımız yine bemorlar kelaverasizlar. O anda işte yürüyen Rossiyada bezovta etmeyi bir Yo'q, kim bezovta etmediğinde davolanmasdan bezovta ederiz. Davolangandan keyin, shunday davolangandan keyin yılda bir şunda tavsiye qilib qolsa, shu hijama olib qo'yish kerak. İmzalasın mı yapacak? Allah yine. Bu bankachalar onları içinde tena kızarıp duradi. Bemalol qo'rqmay murojaat etaversa, bu duo bo'lib qolmaydi, darrov ketadi, izi yo'q qoladi yana. Ko'ksimizmi?
Yine hijama muolajasini boshlaymiz. Ishlatadigan hamma narsalarimiz bir martalik. Qaramgoh hurmatli mijozlarimiz yine kesilish jarayoni mayda tilinadi. Hech qanday yo'q, hech qanday shram qolish yo ulu kesilib nojo'ya ta'sirlari bo'ladigan emas. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mayda tilinadi yana. Hijamada barcha turdagi shamollashlar, dozlar chiqib ketadi tanadan. Organizmda qon shu keraksiz chiqindi mayda kapillyar tomirlardan qon olingandan keyin tabobatda qil tomir deb aytiladigan tomirdan qon olingandan keyin jigar qaytadan qon filtrlashni boshlaydi, tozadan qon filtrlab chiqaradi. Bemorlarning hammasida yengilligi bo'ladi, og'riqlari qoladi. Tıkılıp kanlarını çıkarıp taşıydın. Albatta chiqindi, tromb qonlar olinadi hijamada. Hech qanday vena qon tomirına aloqasi bo'lmagan qonlar olinadi. Tibbiyatda isbotlangan. Albatta tibbiyotda isbotlangan xizmatlar litsenziyaga ega. Sertifikatlar, litsenziyalari bor. Bemorlar kelib ko'raverasiz. Har bir bemorning holatiga qarab, kasallik turi, yoshi, vazniga qarab muolaja qilinadi. Her bir kasallikning o'zining nuqtalari bo'ladi. Alohida e'tibor beriladi shu nuqtalarga. 20 yildan buyon tibbiyot amallarida yapki ish. 17-yildan buyon hijomazlik shu sohada ishlab keltirmoqda. 2017-yildan buyon. Avval 17-18-yillarda 5 Shunda blokda почти 10 yil bo'lib qolgan, mana. 17-18-yillarda 5 blokda ochib qo'yganmiz. Keyin 19-yilda beri o'tganmiz. 19-yildan buyon shu O'ziraning yonida hijoma markazi klinikasida ish faoliyat yuritib turibmiz. Necha kun vaqt turadi bu yerda? O'zini vaqti bo'ladi. Har bemorda har xil vaqti olinadi, tanasindagi holatiga qarab. Yani holatına qarab, shu bemorimizni qarab qo'yasiz. Shu 15 minut yarim soatda shunday olib qo'yiladi. Umumiy hijoma qilish vaqti 20 minut yarim soatcha vaqtni oladi, boshlashdan to tugagunchasini. Bu taraflar ham qo'yasizmi bellara? Yo'q, bellara qo'yilmaydi. Ishlatadigan hamma narsalarimiz bir martalik. Hozir tashlab berasiz buni. Avval bemorning yonida ochildi, yana o'zini ishlatilgan narsalar tashlab beriladi. Hamma narsa, hatto zuluklar ham o'ldirilib, bemorning ko'zini oldida o'zini beriladi. Hozir endi bu grisha uchun qo'yilib turibdi. Avval belindagi og'riq grishalar uchun qo'yilib turibdi. Zuluklarni yana bir martalik her bir bemora alohida e'tibor qaratiladi, holatini, kasallik turini, yoshini, vaznini qarab qo'yiladi. Yana zuluklarni bu hozir bu bemorimiz ko'zini nurini yaxshilash uchun qo'ydirib turibdilar. Bu miyasini ustundagi qo'ydirganlari miyada qon aylanishini yaxshilab, xotirani kuchaytirib beradi. Yodimda durmaydi deydigan odamlar uchun bemalol murojaat qilaversalar bo'ladi, xotirani kuchaytiradi. Bu belina qo'yilgan zuluklarimiz beldagi grijasi uchun. Bon taraf yana hijoma muolajasini olib, endi zuluk bilan davolanishni boshladilar. E'tibor berib qarasangizlar, tanasida hijoma izlari bor. Yani evvelden hijama qo'yilgan. Çak bir hafta bo'ldi o'xshaymi qo'yilganda? Yo'q. 2-3 kun bo'ldi qo'yilganini. Keyin barcha endi bu hijoma olib turibdi, zuluk olib turibdi. Endi shundan keyin qon yo'qotadi bu odam. Nishvajani yesayni qonni ko'payadi. Eng asosiysi qonim kamayib ketami deydigan bemorlarimiz uchun kam qonlik darajasi bo'lmaydi. Va bu qachon bo'ladi? U yerda kerakli joylarga e'tibor qaratilmayin, haddan ziyod ko'p qo'yilib berilsa shunda bo'ladi. Lekin baribir ovqatlanishlarga e'tibor qaratishi kerak bo'ladi. Go'shtni, mevalarni, kompot, so'qlarni ko'paytiradilar, ko'proq iste'mol qiladilar. Mumkin emas narsalari bor. Ajin, sho'r, buzgan narsalar gazlardan saqlanadilar. Qon oldirgan kuni sut mahsulotlari ham mumkin emas. Shularga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Hijoma zulukning o'rinlari tez bitishi uchun sut mahsulotini iste'mol qilmaydiganlari ma'qul. Nechun desa, biza masalan organizmdagi chiqindi qonlarni olib turganimizdan keyin shu zamoni jigar tozadan qonni filtrlab ishlab chiqarishni boshlaydi. Jigar naqsga bo'lib qolmasligi uchun sut mahsulotlarini aytamiz, taqiqlab qo'yamiz. Spirtnoda umuman muolaja vaqtida mumkin emas. Spirtno keyin sut ichish mumkin emas, ochiq sho'r buzgan narsalar ham mumkin emas. E'tibor berib qarashlari kerak, gazlar ham mumkin emas. Mumkin emas, gaz, suv, spirtno, sut mahsulotlari mumkin emas, Albatta.
Keyin lipoyadam ham olaverammi nechcha? Bu narsani hech qanday kasali bo'lmagan odam ham profilaktika uchun qildirib tursa, qon aylanishini O'zi uchun yaxshi-da. Albatta, qon aylanishini yaxshilaydi. Har bir odam o'zida yengillikini his qiladi. To'g'ri, kasal odam qo'ydirishini sog'lom odam ham har 6 oyda qildirib tursa, zo'r yengilligi bo'ladi. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Shunda bir yilda bir olib tursalar, shu pedasi bor. Avval kasal odamlar lekin iloji boricha har 6 oyda qildirganlari ma'qul. Yuqorida liniyali bemorlarimizga har 3 oyda muolaja qildirishlarini tavsiya qilamiz. To normaga tushib ketgunchasini. Liniyasi qon bosimi normaga tushgandan keyin har 6 oyda bir yilda qildirsalar bo'ladi.